shu og'ir davrlarda ham faoliyat yuritishdi. Shuning uchun ruxsat bersanglar, bugun butun filarmoniya xodimlarini chin qalbdan tabriklab, mana shu 90 yilligida ham keyingi yilda yaxshi niyatlar qildik. Bir katta qilib, chiroyli qilib, alohida tayyorgarlik ko'rib, kerak bo'lsa chet eldan ham mehmon san'atkorlarni ham chaqirib, katta qilib nishonlash hammamizga nasib qilsin. Bu yerda ko'zim tushyapti, juda ham ko'p oldida umuman san'atkorlar, ijodkorlar o'tiribsizlar. Bugun yana bir narsani guvohi bo'lasizlar. Xudo xolasa deyarli konsertimiz jonli ijroda bo'ladi. Shuning uchun uncha kamchiliklar bo'lsa aybga buyurmaysizlar. Bu operator yigitlar bilan gaplashsam, birinchi marta bunaqa 200 ta sozandani ovozini chiqarishim. Shuning uchun sal xato kamchiliklar bo'lishi mumkin deyapti. O'zingiz ko'ryapsizlar. Shuning uchun aytmoqchimanki, umuman jonli ijroda shunaqa ozgina kamchiliklar, texnik nosozliklar uchrab turadi. Aybga buyurmaysizlar, lekin ijrochilarimiz, sozandalarimiz bugun nafaqat yurtimizda, balki umuman dunyoda hech kimdan kam emas. Hech qaysi bir sahna yo'qki, o'zbek sozandalari, xonandalari yarashmasa. Bugun Laskalada ham qora ko'zlar qo'shiq aytyapti. Bugun o'sha Rossiyaning katta teatrida ham bizni xonandalarimiz, sozandalarimiz umuman dunyoni eng manaman degan katta jamoalarda yelkama-yelka bugun bizni o'zbek qorako'z yigit-qizlarimiz faoliyat yuritishyapti. Bu ham bo'lsa, mana shu bizni O'zbekistonda yaratilgan san'atga bo'lgan e'tibor va ustozlarni, ayniqsa mana oldi qatorlarda o'tirishibdi. Ustozlarning fidoyiligi, ustozlarning sa'y-harakati, shularning mehnati bilan bugun san'atimiz har qanaqa og'ir, yengil kunlar bo'lishiga qaramasdan mana shu ustozlarning fidoyiligi evaziga yashab o'tdik og'ir kunlarni ham. Bugun ijodkorlar, to'g'risini aytish kerak, yillab, 10 yillab orzu qilgan orzulari ushalyapti bugun. Bugun katta sahnalarda eng yosh ijodkorlar bemalol dadil faol ishtirok etishyapti. Bugun hamma shart-sharoit, imkoniyatlar kundan kunga yaxshilanib boryapti. Shuning uchun bugun ijodkorlarni bayrami, barcha ijodkorlarga, mana shu xalqqa, shu oliyjanob xalqimizga xizmat qilishdek sharafli vazifada hamisha omadlar tilab qolaman. Xush kelibsizlar, yaxshi kayfiyat tilaymiz.